Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Ushbu darsimizda sizlar bilan ikki atomli to'yingan spirtlarni ko'rib chiqamiz. Mavzuning nomidan tushungan bo'lsangiz kerakki, ikki atomli deyilganda ikkita OH bor, to'yingan bo'lishi kerak. Masalan, to'yingan sinf vakillaridan alkanlarni bilar edingiz. Umumiy formulasini yozib ko'ramiz. CnH2n plus 2 deb yozsam alkan bo'ladi. Shundan ikkita vodorodni olib tashlab, o'rniga ikkita OH joylashtiramiz. Ya'ni ikkita plus 2 deb yozmaymiz, ya'ni u chiqib ketdi vodorod va ikkita OH kirib keldi. Mana shunday ko'rinishda. Bu ikki atomli spirtlar uchun umumiy formula hisoblanadi. Yoki sodda qilib mana bunday yozsangiz ham bo'ladi. Alkanni to'liq yozib, ikki atomli spirtlarda ikkita kislorod bo'lishini hisobga olgan holda mana bunday yozishingiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, tushungan bo'lsangiz, endi ushbu sinf vakillarining gomologik qatorini keltirib o'taylik. Ushbu sinf vakillarining dastlabki vakili nimadan boshlanadi? Shuni bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Masalan, bir atomli spirtlar bitta uglerod saqlagan vakili metil spirtdan boshlandi. Bularchi bitta uglerod saqlagan vakilidan boshlana olmaydi. Nega deyilganda ushbu muhim qoida mavjud. Qoidaga e'tibor qiling. Bitta uglerod atomi ikkita OH ni ushlab tura olmaydi. Bu muhim qoida hisoblanadi. Ya'ni bitta uglerodda ikkita OH bo'lishi mumkin emas. Bundan avvalgi darsimizda sizga aytib o'tgan edikki, qo'shboq saqlagan uglerodda OH yashab tura olmaydi degandik. Bunda ham shunday muhim qoida mavjud. Bitta uglerodda ikkita OH turishi mumkin emas. Demak, bizda ikkita OH gruppasi bor. Ikkita OH gruppasini saqlab turish uchun kamida ikkita uglerod atomi bo'lishi lozim. Shunga asosan gomologik qatori quyidagicha bo'ladi. Mana shunday. Endi bularning nomi qanday hosil qilinadi? Juda ham oson. Bunda ham etan so'zini to'liq aytasiz, faqat ikkita OH bo'lganligi sababli diol deb qo'shib qo'yasiz. D2 ol esa ikkita OH borligini bildiradi. Propandiol va butandiol. Mana shunday tartibda gomologik qatori davom etib boraveradi. Endi ikki atomli to'yingan spirtlardan bir nechtasini tarmoqlangan vakillarni keltirib o'tamiz va birgalikda nomlab ko'ramiz. Xullas, mana shu moddaga e'tibor qiling. Bu moddalarning nomini qanday hosil qilamiz? Qoida odatdagidek, OH yaqin bo'lgan tomondan raqam qo'yish kerak. Lekin xuddi diin uglevodorodlar kabi har ikkala qo'shboq asosiy zanjirda turish kerak derdik-ku. Bunda ham har ikkala OH asosiy zanjirda turishligi lozim. Masalan, mana bu holatda asosiy zanjir mana ko'rib turganingizdek. Lekin bunda asosiy zanjir to'g'riga o'tib ketsangiz xato bo'ladi. Chunki OH asosiy zanjirda qolishi kerak. Bu haqda yana gaplashamiz. Xo'p, bunda raqamlash qaysi tomondan deyilsa, albatta aytdikki, OH yaqin tomondan, ya'ni sizga nisbatan o'ng tomondan qo'yiladi. Mana shunday. Endi bu moddaning nomi avval radikal aytamiz. Mana 3 metil. Endi asosiy zanjirda 4 ta uglerod atom bo'lganligi sababli butan, ikki atomli spirt bo'lganligi uchun diol 1 3. Mana shunday, juda ham oson. Bu moddani nomerlash uchun avval asosiy zanjirni tanlab olamiz. Mana asosiy zanjir mana shunday ko'rinishda bo'ladi. To'g'riga o'tib ketsak, mana bu OH asosiy zanjirdan chetga chiqib qoladi. Demak, buni raqamlash uchun OH yaqin tomondan raqam qo'yishimiz kerak. Mana bu uchidanmi yoki bunisidanmi? Albatta bundan, chunki bunda birinchi uglerodda OH mavjud mana. Xo'p, endi bu moddaning nomini qanday hosil qilamiz? Odatdagidek radikallarni avval aytib olish lozim. Alifbo tartibida aytib ko'ramiz. Mana 4-uglerodda etil radikali bor, 2 da metil bor. Avval etilni aytamiz. 2 metil. Radikallarni aytib oldik. Asosiy zanjirda 6 ta uglerod atomi borligi sababli geksan diol 1 5 bo'ladi.
Mana shunday tartibda. Demak, ikki atomli to'yingan spirtlarning nomlanishini tushungan bo'lsangiz, hoziroq ushbu topshiriqdagi moddalarni nomlang va video ostida o'z izohlaringizni qoldiring. Yuqorida biz siz bilan bir atomli va ikki atomli to'yingan spirtlarni to'liq ko'rib chiqdik, ya'ni izomeriyasi, nomlanishi va hokazo. Endi esa 3 atomli spirtlar bilan tanishib chiqamiz. Tarkibida 3 ta OH gruppasi saqlagan umumiy formulasi CnH2n+2 O3 bo'lgan, ya'ni CnH2n-1 OH dan 3 ta bo'lgan kislorodli organik birikmalarga 3 atomli to'yingan spirtlar deb ataladi. Ushbu formula qayerdan kelib chiqqanligini bilasiz. Alkanlarning umumiy formulasi yozib olinar edi, esingizda bo'lsa, mana birorta vakiliga qarasangiz 3 ta kislorod atomi bor. Qo'shbog' yo'q. Shu sababli O3 deb yozib qo'ysangiz kifoya qiladi. Endi ushbu sinf vakillari haqida batafsil to'xtalib o'tmaymiz, chunki 3 atomli spirtlar ham 2 atomli spirtlar kabi nomlanish uslubi ham izomeriyasi ham bir xil bo'ladi. Shu sababli qisman tuzilishi va muhim nuqtalariga e'tibor qildirib o'tamiz. Masalan, gomologik qatoriga e'tibor qilsangiz, bularning eng muhim vakili propan triol. Nega triol deyilishini tushungan bo'lsangiz kerak, chunki 3 ta OH gruppasi mavjud. Bularning gomologik qatori 3 ta uglerod saqlagan vakilidan boshlanadi. Chunki 3 ta OH-ni faqat 3 ta uglerod atomida ushlab turish mumkin. Aks holda bitta uglerodga 2 ta OH to'g'ri kelib qoladi va bunday moddalar mavjud bo'lmaydi degan edik. Masalan, glitserinning strukturasini yozmoqchi bo'lsangiz, mana dastlabki vakili 3 ta uglerod atom yozilib, har biriga bittadan OH biriktiriladi. Keyingi vakillari ham ayni shu tartibda ketadi. Mana shu nuqtaga e'tibor qilingki, bitta uglerodga 2 ta OH qo'yib qo'ymasangiz, xuddi 2 atomli spirtlar kabi, shunda hamma strukturangizni to'g'ri yozgan bo'lasiz. Endi shu orada topshiriq, mana 3-chi topshiriqni ham keltirib o'tganmiz. C4H7OH dan 3 ta bo'lgan, ya'ni butan triol 3 atomli spirtini barcha izomerlarini yozing va xalqaro nomenklatura asosida nomlang. Shuningdek, video ostidagi izohlarda qoldiring. Nomlarni ham qoldirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bu moddaning izomerlari ko'p emas va biz bu moddaning izomerlarini keltirib o'tmaymiz. Fikringizga qarab, to'g'ri yoki xatoligini ko'rib, mavzuning keyingi qismiga o'tamiz. Endi daftaringizga to'yingan 2 atomli spirtlar deb mavzu qo'ying va ushbu ma'lumotlarni yozib oling. Takrorlab o'tamiz. Tarkibida 2 ta OH saqlagan, umumiy formulasi CnH2nO2 bo'lgan yoki CnH2nOH dan 2 ta bo'lgan kislorodli organik birikmalarga to'yingan 2 atomli spirtlar deb ataladi. Endi 2 atomli spirtlar ba'zan diollar deb ataladi, chunki esingizda bo'lsa, bir atomli spirtlar ollar deb atalardi. 2 atomli bo'lgandan so'ng diollar deyilishi aniq. Endi ba'zan glikollar deb ataladi. Glikol so'zining ma'nosi shirin degan ma'noni anglatadi. Biz bu ma'lumotlarni yuqorida aytib o'tgan edik. Endi gomologik qatoriga keladigan bo'lsak, gomologik qatori yuqorida aytib o'tganimizdek 2 ta uglerod saqlagan vakilidan boshlanadi. Chunki 2 ta OH-ni ushlab turish uchun 2 ta uglerod atomi kerak bo'ladi kamida. Nomiga e'tibor qilsangiz, etan so'zi to'liq aytilib diol deb ataladi. Propan diol, butan diol, pentan diol va hokazo shu tartibda ketadi. Ushbu moddalardan faqat etilin glikol, ya'ni dastlabki vakil tarixiy nomga ega. Ushbu ma'lumotni yozib, yodlab qo'ying. Endi 2 atomli spirtlarda izomeriya hodisasini ko'rib chiqamiz. Ushbu sinfda 3 ta uglerod saqlagan vakilidan boshlab izomeriya hodisasi kuzatila boshlaydi. Bu moddaning barcha izomerlarini yozib chiqish uchun dastlab normal holatda mana 3 ta ugleroddan iborat zanjir chizib olamiz va OH-larni joylashtiramiz. Faqat diqqat qilingki, 2 ta OH-ni mana bunday joylashtirish aslo mumkin emas. Chunki yuqorida aytib o'tdikki, bitta uglerodda 2 ta OH joylashishi mumkin emas. Shunga asosan ikkinchi OH-ni mana bu qismga joylashtiramiz. Propan diol 1,2 bo'ldi. Endi ikkinchi izomerni yozib olamiz mana.
OH'larni birinchi uglerodga va uchinchi uglerodga joylashtiramiz. Propan-diol 1,3 bo'ldi. Bu moddalarning nomini keltirib o'tamiz. Demak, propan-diol 1,2, propan-diol 1,3. Boshqa izomer mavjud emas, chunki OH'larni boshqa joyga qo'yib bo'lmaydi. Yana yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun C4 H8 OH dan ikkita bo'lgan vakilini ham barcha izomerlarni yozib ko'raylik. Ushbu moddaning barcha izomerlarini yozishni bundan avvalgi darsimizda topshiriq qilib bergan edik. E'tibor qiling, birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Bu sinf vakillarida ham izomeriya hodisasini osonroq yozishni xohlasangiz, OH'lariga avval e'tibor qilmasdan butan deb tasavvur qilasiz, chunki mana to'yingan, bular ikki atomli to'yingan spirtlar, butanning izomerlarini yozib olasiz. Mana bunday va mana bunday ko'rinishdagi butanning izomerlari mavjud. Endi bularga OH'larni qanday joylashtirib chiqishingiz mumkin? Mana e'tibor qiling, OH'ni birinchi va ikkinchi uglerod atomiga, shuningdek, birni o'zgartirmagan holda 1, 3, 1, 4 qilib joylashtirish mumkin. Ularni yozib olamiz. Xo'p, mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, OH'ni birinchi uglerodda saqlab qolgan holda 1, 2, 1, 3 va 1, 4 yozib oldik. Endi ular tugagandan so'ng, endi OH'larni 2, 3 holatga o'tkazamiz mana. Yana takrorlab o'tamiz. Hech qachon 2, 2 yoki 3, 3 yoki 1, 1 qilib bitta uglerodga OH'ni joylashtirish mumkin emas. Mana normal zanjirli holatidan 4 ta izomer chiqdi. Endi mana bunday tarmoqlangan holatidan nechta izomer chiqarish mumkin? Shularni ko'rib chiqamiz. Mana 5-chi izomerini yozyapmiz. OH'ni ikkita bizda OH mana bunga va mana bunga joylashtirish mumkin. Ya'ni 1 ga va 2 ga joylashtirdik. 6-chi izomerida yana mana shu uglerod skeletini yozib oldik va OH'larni endi 1 va 3 ga joylashtiramiz. Nomi 2 metil propan-diol 1,3 bo'ldi. 7-chi izomeri. Xo'sh, 7-chi izomerni qanday hosil qilish mumkin? O'ylab ko'ring. Mana uglerod skeletini yana shu holatda yozib oldim. Endi OH'larni mana 1,3 holati yozilgan 2,3 qilish mumkinmi? Mana bunday. Mumkin emas, chunki bu baribir 1, 2 bo'lib bunga o'xshab qoladi. Yoki mana bunday joylashtirishchi. Bu ham o'xshab qoladi, e'tibor qiling. 1, 2, 3. 2 metil propan-diol 1,3. Aynan mana bu moddaning o'zi bo'lib qoladi. Demak, izomerlar soni jami 6 ta ekan. Bu holat mavjud emas. Ya'ni o'xshab qoladi, takrorlanib qoladi demoqchimiz. Agar tushungan bo'lsangiz, hoziroq ushbu topshiriqqa e'tibor qiling. Ushbu tarkibli ikki atomli spirtning barcha izomerlarini yozing va xalqaro nomenklatura asosida nomlang. Optik izomerlar hisobga olinmasin deyilgan. Ushbu moddaning yoza olgan barcha izomerlaringiz sonini video ostidagi izohlarda qoldiring va albatta biz to'g'ri yoki xato ekanligini aytib, darsning keyingi qismiga o'tamiz. Endi sizlar bilan 2 va 3 atomli spirtlarning fizikaviy xossalarini ko'rib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, bir atomli spirtlar, masalan, metil spirt, etil spirt, ko'pchilik mana tibbiyot spirtini ko'rgan, meditsina spirtini. Etil spirt odatdagi suvdan deyarli farqi yo'q, ya'ni ko'rinish jihatdan, suyuqligi jihatdan. Lekin etilin glikol va glitserin deb ataladigan 2 va ko'p atomli spirtlar odatdagi holatda quyuqroq bo'ladi. Glitserinni ham dorixonalarda mana sotib olganlar, ko'rganlar bo'lsa biladi, demak quyuq modda hisoblanadi. Bundan tashqari, bir atomli spirtlarga nisbatan 2 atomli spirtlar yuqoriroq temperaturada, 2 ga nisbatan 3 atomlilar undan ham yuqoriroq temperaturada suyuqlanadi. E'tibor qiling. Mana etil spirt 78 gradus Selsiyda, etilin glikol 197 gradus Selsiyda, glitserin esa 290 gradus Selsiyda qaynaydi. Bundan tashqari, 2 atomli va ko'p atomli spirtlar odatda shirin ta'mli bo'ladi. Etilin glikol shirin ta'mli, lekin o'ta zaharli modda hisoblanadi. Bilib qo'yingki, organik kimyoda mana shunday muhim bir xususiyat bor. Agar organik moddalar tarkibida OH'lar yonma-yon kelib qolsa, ular moddaga shirin ta'm beradi. Masalan, glyukozani kimdir struktura formulasini bilsa, shakarni. OH'lar ketma-ket kelganligi sababidan ham u shirin ta'mli.
Demak, bilingki, bularning OH etil glikolda ham, glitserinda ham yonma-yon kelgan va shirin ta'm bergan, lekin zaharli moddalar hisoblanadi. Bundan tashqari, glitserin gigroskopik xususiyatga ega modda hisoblanadi. Gigroskopik deyilganda nimani tushunishimiz kerak? Gigroskopik bu, masalan, nam havo bo'lsa, ya'ni suv bug'lari uchib yurgan bo'lsa, glitserin og'zini ochib qo'yib qo'ysangiz, birorta idishdan og'zini ochib qo'ysangiz, o'sha havodagi suv bug'larini hammasini yutib oladi. Gigroskopik degani suvni yutuvchi degan ma'noda keladi. Masalan, faqat havodan emas, masalan, hujayraning ham suvini yutib olishi mumkin. Hali bu haqda gaplashib o'tamiz. Avval va'da qilganimizdek, spirtlarga taalluqli bo'lgan umumiy tarixiy nomlarini keltirib o'tamiz. Ushbu holatda bir atomli spirtlarning tarixiy nomlari keltirilgan. Bir atomli spirtlardan metil spirt va etil spirt tarixiy nomga ega edi. Ya'ni metil spirtni yog'och spirti yoki karbinol deb atardik. Etil spirtni esa vino spirti, ba'zan gidroliz spirti, ba'zan tibbiyot spirti deb ham ataladi. Endi ikki atomli spirtlardan tarixiy nomga ega bo'lgan vakili bu etilin glikol. Ya'ni etandiolni biz etilin glikol deb atashimiz ham mumkin. 3 atomli spirtlardan esa glitserin. Glitserin tarixiy nomga ega bo'lgan spirt hisoblanadi. Endi biz siz bilan mavzu davomida o'tmagan, lekin 2 va 3 atomli spirtlarning hosilalari hisoblangan ba'zi tarixiy nomga ega bo'lgan moddalar mavjud. Ularni birgalikda ko'rib o'tamiz. Masalan, etilin glikol tarkibidagi bitta OHni olib, o'rniga xlor qo'yib qo'yishingiz natijasida hosil bo'lgan birikma etilen xlor gidrin deb ataladi. Hali kimyoviy xossalarni o'tganda bu moddaning hosil bo'lishini batafsil ko'rib o'tamiz. Bundan tashqari, etilen glikolning molekulalar aro, ya'ni ikkita molekulasini o'zaro tutashishidan hosil bo'lgan siklik birikma mavjud. U dioksan deb ataladi. Bu birikmani 1906-yilda Favorsky tomonidan sintez qilinganligi ham aytib o'tilgan ekan. 101 gradus Selziyda qaynaydigan suyuqlik hisoblanadi. Endi yana bitta moddamiz qoldi, e'tibor qiling. Bu glitserinning neytroliy hosilasi hisoblanadi. Ya'ni vodorodlarning o'rniga NO2 guruhi kelgan, e'tibor qilsangiz. Bu nitroglitserin deb ataladi. Faqat nitroglitserin tarixiy nom. Haqiqiy nomi trinitroglitserin. 3 ta nitro guruhi bor, e'tibor qilsangiz. Trinitroglitserin deb atashimiz kerak edi. Lekin nitroglitserin deyilganda butun jamiyat hamma tushunadi. Demak, nitroglitserinni bilib oldingiz. Ushbu tarixiy nomlarni daftaringizga yozib, albatta yodlab qo'ying. Endi sizlar bilan birgalikda spirtlarning ishlatilisini ko'rib chiqamiz. Endi spirtlarning ishlatilishiga e'tibor qiling. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, bir atomli spirtlarning eng mashhur vakili bo'lgan etil spirt keltirildi. Etil spirt tibbiyot spirti deb ataladi va tibbiyotda keng ko'lamda ishlatiladi. Chunki bu modda mikroorganizmlarga qarshi vosita sifatida, antiseptik vosita sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari etil spirtdan termometrlarda haroratni o'lchashda ishlatiladi. Ya'ni termometr tarkibida bilsangiz smop bo'ladi yoki boshqa moddalar ham ishlatiladi. Smop endi termometr singanda juda bir zararli, tez bug'lanuvchi suyuqlik hisoblanadi. Ya'ni og'ir metalldan zararlanish kasalligi kelib chiqmasligi uchun odatda spirtdan ham foydalanishadi. Ya'ni o'sha termometr ichiga spirt solinib, unga rang beriladi. Xo'p, bundan keyin ikki atomli spirtlardan dastlabki vakili hisoblangan etilen glikolga e'tibor qiling. Etilen glikol juda past temperaturada muzlaydigan suyuqlik hisoblanadi. Shu sababli, masalan, mashinalarda bilsangiz, avtomobillarda suvni agar ma'lum qismlarda suv bo'ladi. O'sha suv solinadigan joyga faqat suvni yolg'iz o'zini solib qo'ysangiz, qishda havo harorati juda keskin tushib ketganda u muzlab qoladi. Shuni muzlamasligini oldini olish uchun suvni va etilen glikolni o'zaro aralashtirib tayyorlanadigan suyuqlik antifriz deb ataladi. Ya'ni muzlamaydigan suyuqlik deb ataladi. Etilen glikol va suv bilasiz 0 gradusda muzlaydi. Etilen glikol bilan suvni aralashtirsak, u 0 gradusda emas, taxminan -30 gradusda, -40 gradusda muzlaydigan bo'lib qoladi. Keyingi vakili glitserin. Glitserin biz yuqorida aytib o'tdik, gigroskopik modda hisoblanadi, eslab qoling. Xo'p, glitserinni ko'pchilik ishlatib ko'rgan, terini yumshatuvchi vosita sifatida qo'llash mumkin. Lekin glitserinni bu maqsadda ishlatayotganingizda suvsiz, ya'ni sof holatda bo'lsa noto'g'ri bo'ladi. Chunki u gigroskopik modda bo'lib,
hujayradagi suvlarni yutib oladi, ya'ni sug'urib oladi va hujayra, bilasizki, mana biologiyada 9-sinf sitologiya kitobida o'qigan bo'lsangiz, plazmoliz va deplazmoliz jarayoni bor. Ya'ni hujayradagi suyuqlikni tortib oladi, hujayra nobud bo'ladi va kuygandek tuyulish hosil qiladi, ya'ni hujayra kuyadi deb aytiladi. Xo'p, nitroglitserinni ishlatilinish maqsadiga o'tamiz. Undan keyingi vakili. Nitroglitserin bu glitserinning nitroli hosilasi hisoblanadi. 3 ta nitro gruppa saqlagan. Bundan avval aytib o'tgan edik. Endi nitroglitserin yaxshi, ya'ni foydali va zararli maqsadlarda ishlatiladi. Masalan, foydali tomoni. Yurak qon tomir kasalliklarida 1% spirtdagi eritmasidan foydalanadi. U qon tomirlarini kengaytiradi va qon bosimini kamaytirib beradi. Ushbu ma'lumotlarni yozib yodlab qo'ying. Bundan tashqari, nitroglitserin e'tibor qiling, faqat nitroglitserin emas, har qanday nitro birikma portlovchi modda hisoblanadi. Nitroglitserin ham yetarlicha yaxshi portlaydigan modda hisoblanadi. Bu suyuqlik o'zi sal chayqatilganda katta portlash hosil qiladi. Nitroglitserindan dinamit tayyorlanadi. Birinchi marta, adashmasam, 1867-yilda Alfred Nobel tomonidan dinamit tayyorlangan. Demak, ushbu ma'lumotlarni yozib, yodlab oling. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.